Futbolchilarning mentalitetidan xursandman. Bir kishi kam bo'lib qolgan vaqtimizda ham raqibga imkoniyat bermadik. Cannavaro. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Eronga qarshi final uchrashuvidan so'ng mana shunday fikrlarni bildirdi. G'alaba qozonish har doim ham yoqimli. Futbolchilar va muxlislarimiz juda xursand. Eronga qarshi oson o'yin bo'lmadi. Har doim kurashish kerak. Ular juda yaxshi jamoa hisoblanadi. Bunday darajadagi o'yinlarda bo'shashib bo'lmaydi. Birinchi bo'limda o'yinni nazorat qilib yaxshi harakat qildik. Qulay vaziyatdan foydalana olmadik. Tanaffusdan keyin gol urmasak qiyinlashishimizni bilardik. Ammo raqib darvozamiz oldida xavfli vaziyatlar yarata olmadi. Qizil kartochkadan so'ng o'yin juda ham qiyinlashdi. O'yinchilarning mentalitetidan xursandman. Bir kishi kam bo'lib qolgan vaqtimizda ham raqibga imkoniyat bermadik. Eron Osiyoning eng kuchli milliy jamoalaridan biri. Ularning tarkibida yaxshi o'yinchilar bor. Murabbiylar shtabi haqida ham shunday fikrni aytishim mumkin. Bunday darajadagi raqibga qarshi maydonda kamchilikda o'ynash har doim qiyin bo'lgan, lekin biz bu vaziyatdan juda yaxshi harakat qildik. Buni birinchi kuni aytganimdek ko'p narsani o'zgartirmoqchi emasman, faqat yaxshilanishni xohlayman. Ko'proq himoyadan chiqishga harakat qildik va muvozanatni ushlashga urindik. Ba'zi vaziyatlarda yuqori pressing uyushtirishga ham e'tibor qaratdik. Bizda vaqt ko'p emas, shu sabab ko'p narsani o'zgartira olmaymiz. Tarkibda aqlli o'yinchilarning borligi mening omadim deb hisoblayman. Yigitlar mashg'ulotlar davomida qattiq mehnat qilyapti, bundan zavq olmoqda. Ichki muhit juda yaxshi. Faqat o'yinchilarning jismoniy holatini yaxshilashimiz kerak. O'yinga qadar penaltilar ustida ish olib bordik. Bu orqali qaysi futbolchilar yaxshiroq penaltini yaxshiroq amalga oshirishini ko'rib oldim. Shunga qarab tanlov amalga oshirdim. Ostonni holatini kuzatamiz. Persepolis juda yaxshi jamoa. Bu yerda barcha sharoitlar bor. Nafaqat yaxshilanish va jismoniy tomondan kuchayish uchun ham O'runov ko'proq ishlashi kerak. Sababi uning potensiali juda yuqori, ammo 45 daqiqa o'ynab, undan keyin muammolar kuzatilmoqda. Uning o'ziga ham aytdim, o'yindan zavq olish kerak. Masharipov bilan gaplashdik. U hozirda mashg'ulotlarga kirishgan. Yuguryapti. Bu turnirda milliy jamoaga yordam berishi mumkin edi. Umid qilamanki, mart oyidagi yig'inda safimizga bo'ladi. Aynan shu yig'inda barcha o'yinchilar sog'lom holatda yetib keladi degan umiddaman. Yanvarda ham yig'in o'tkazishga kelishib olganmiz. Faqatgina u yerda mahalliy o'yinchilar bo'lishadi, lekin tarkibimizning katta qismini legionerlar tashkil etadi. Bu yig'inga yosh o'yinchilarni ko'proq jalb qilamiz. Ularni sinovdan o'tkazamiz. Har doim kuzatamiz. Sababi bizga barcha futbolchilar kerak, dedi Cannavaro o'yindan keyin matbuot anjumanida. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy jamoasi Alliance Cup turnirining finalida Eronni penaltilar seriyasida mag'lub etib, g'oliblikni qo'lga kiritdi. Amir Galanoyi: O'zbekiston ikkinchi bo'limda umuman darvozamizga xavf sololmadi. Bosimimiz shunchalik kuchli bo'ldiki, Manchester City futbolchisi maydondan chetlatildi. Eron terma jamoasi bosh murabbiyi Amir Galanoyi O'zbekistonga qarshi o'tkazilgan Alliance Cup musobaqasi finalidan so'ng o'z fikrlarini bildirdi. O'zbekiston bilan o'yinni yaxshi boshlagandik, lekin vaqt o'tishi bilan tashabbus to'liq bizga o'tdi. Bu turnir biz uchun o'sish uchun imkoniyat edi. Kuchli va zaif tomonlarimizni aniqlash va bartaraf etish uchun o'yinlar juda muhim. Tanzaniya bilan uchrashuvni ham hisobga olsak, so'nggi 3 o'yinda ishonchli tarzda darvozamiz daxlsizligini saqlab qoldik. Bugun O'zbekiston bilan o'yin dastlabki 25 daqiqada biz uchun yaxshi kechmadi, ammo o'sha paytdan boshlab, ayniqsa ikkinchi bo'limda o'yin to'liq nazoratimizga o'tdi. Ko'plab burchak to'plari ishladik. Bir necha juda yaxshi vaziyatlar yaratdik. Bu biz uchun muhim, demak, o'sish bor. Jarohati bor futbolchilarimiz qaytib qo'shilsa, jamoaning darajasi yanada oshadi. Umuman olganda futbolchilarimni tabriklayman. Turnir davomida juda yaxshi o'ynashdi va mehnat qilishdi. To'pni yaxshi aylantirdik, maydonda masofalarni to'g'ri qisqartirdik. 90 daqiqa ham g'alaba qozonishimiz mumkin edi.
Faqat vaziyatdan foydalana olmadik. Bu o'yinlarda natija emas, rivojlanish muhim. Himoya tizimimizda ham, vaziyat yaratishda ham juda yaxshi edik. Majid Husayni maydonga tushgandan keyin himoya qanday o'zgarganini ko'rdik. Endi tasavvur qiling, Sardor Azmun, Mehdi Gayedi, Ali Qolizoda va hatto Jahonbaxsh ham safga qaytsa, jamoaning darajasi qanchalik o'sadi va biz o'z maqsadimizga erishdik. Adolat bilan baholagan odam Eronning bu turnirdagi o'yinini maqtaydi. O'zbekiston Misrga qarshi juda faol o'ynagan edi, lekin bizga qarshi unday bo'lmadi. 25 daqiqadan boshlab jamoaviy intizomiy juda yuqori bo'ldi. Bunday o'yinlar bizga kamchilik va afzalliklarimizni aniq ko'rsatib beradi. Men jamoadan juda mamnunman va futbolchilarga rahmat aytaman. O'zbekiston ikkinchi bo'limda umuman darvozamizga xavf sololmadi. Biz 8 ta burchak to'pi ishladik, raqib esa bor yo'g'i bitta. To'p nazorati 60 ga 40 bizning foydamizga bo'ldi. Bu himoyada ham, hujumda ham yaxshi ishlaganimizni ko'rsatadi. Faqat gol urish kerak edi. O'zbekiston kuchli jamoa, lekin ikkinchi bo'limda 11 kishi bo'lishiga qaramay, umuman darvoza tomon kela olmadi. Raqib himoyachisi futbolchimiz bosimi ostida maydondan chetlatildi. Oldingi o'yinimizda Arya Yusufiy oddiy xatolik bilan markazda qizil kartochka olgan edi. Bu safar esa bosimimiz shunchalik kuchli bo'ldiki, Manchester City futbolchisi maydondan chetlatildi. Bu hujum va himoyadagi o'sishning yaqqol belgisi. Bugungi o'yinda Cabo Verdega qarshi o'yinga nisbatan hujumimiz tezroq, to'p aylanishimiz esa shiddatliroq bo'ldi. Ammo bundan ham yaxshiroq bo'lishi uchun jarohat olgan futbolchilar safga qaytishi shart. O'zbekiston bilan o'yindan juda mamnunman. Hujumda ham, himoyada ham juda yaxshi belgilar ko'rsatdik. Penaltida yutish yoki yutqazish unchalik muhim emas, deydi Amir Galanoiy.